baribir kim nima desa desin, qiz bola turmush o'rtog'iga hurmatni onasidan o'rganadi. Erkak kishi ayol kishiga hurmatni otasidan o'rganadi. Bunga isbot tariqasida shuni aytmoqchimanki, bizani oilada har doim men esimni tanimmanki, yoshligimizda onam adam uchun har doim ovqatni eng oldisini olib qo'yardilar. Hali hech kimga suzilmasidan, ular uyda bo'ladilarmi, adam bo'lmaydilarmi, mana esimizni tanib bizga haligacha eslayman shu narsalarni. Doim ovqatni eng chiroyli joyini, salatlarni ham eng oldi joylarini olib qo'yib, tegmanglar, bu adenga deb issiqqina qilib olib qo'yardilar. Mana shu odatlar hali-haligacha bor. Hali-haligacha. Va bu narsani ko'rib biz katta bo'ldik. Mana turmush o'rtog'i mana shu jihatlari bilan ham hurmat qilsa bo'ladi. O'rgana oladigan narsa-da bu onadan. Otadan ham o'rgana oladigan narsa shu. Agar ayolingizga juda darajada bir hurmatingizni chiroyli izhor qilayotgan bo'lsangiz, har doim farzandingiz buni ko'rib katta bo'layotgan bo'lsa, demak o'zini ayoliga mana shunday munosabatda bo'ladi. Shuning uchun oilada ehtiyot bo'linglar, o'zingizlarni turmush o'rtog'ingizga qilayotgan munosabatingizda. Chunki bu narsalarni farzandinglar ko'rib katta bo'lishyapti.